mana shunday bugungi ko'rkam dargohni to'ldirib o'tirgan mehmonlarimizga xush kayfiyat tilaymiz. Yana bir bora xush kelibsizlar deymiz. Bugungi tantanamiz yana davom etadi. Avvalambor mana shu guvohi bo'lganimizdek juda ham bir chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi to'yxonamizni ilk daqiqalarda bezab bordi. Oz bo'lsa-da umid qilamizki, mana shunday xonishlarimiz, kuy-navolarimiz bugun mehmonlar qalbiga, mehmonlar yuziga o'zgacha bir tabassumga sabab bo'ldi. Biz mana shu kayfiyatni yanada yuqori qilish niyatida davom etar ekanmiz. Bugun shunday bir chiroyli tantanaga mezbonlik qilayotgan xonadon sohiblariga, to'yboshlarimizga yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Chin qalbdan tabriklaymiz. Aynan mana shunday so'zlarni bugun aytishdan charchamaymiz. Va shu o'yinda aytamizki, bugungi to'yning qahramonlari barcha yaqinlar guvohligida o'zlarini misol onlarini qarshi olayotgan kerak-yo'larimiz bugun Akmaljon hamda Qorangizxon kelinimizga ikki dunyo saodati hamroh bo'lsin. Ilohim yoshlarimiz ushbu hayot sahnasida o'zlari o'ylagan darajada baxt topsin deb niyat qilamiz. Va mana shu chiroyli tilaklarimiz bilan bugungi tantana yana davom etadi va davramizni shiddat bilan yanada qizg'in, yanada yorqin pallariga kirib boramiz. Bilamizki, bugun nafaqat qo'shiqlar, o'z o'rnida bugun ajoyib bir-biridan yoqimli tilaklar ham aynan mana shu oqshomda bezab boradi. Demak, hozir aynan ushbu tilaklar yo'llasanizga ham navbat yaqinlashadi. Biz esa davranli yo'llarimizni bugun baxtli hayajonli onlariga sherik bo'lib turgan kuyovimizni do'sti hamda kelinimizni dugonasini to'g'ridan to'g'ri birinchilardan bo'lib tilaklarda kutib olamiz va aynan ushbu yoshlarimiz bugun qalblarida jo'sh urib turgan so'zlarida isbotlarni o'z yaqinlariga ulashish baxtiga muyassardirlar. Demak, marhamat, biz birin-ketin e'lon qilsak, kuyovimizni do'sti Jahongir ukamizni hamda kelinimizni dugonasi Durdonaxon singlimizni to'g'ridan to'g'ri chorlasak, mana shu chiroyli oqshom tilaklarini aynan kelin hamda kuyovni yaqinlari boshlab bersalar. Barchalarga olqishlar bilan yoshlarimizni kutib olamiz. Assalomu alaykum deymiz. Bir deganda kerak-yo'larimizni, do'sti, dugonalarni qarshi olar ekanmiz. Avvalo xush kelibsizlar. Bugun salomimiz to'xtalganimizdek sizlar uchun ham hayotdagi chiroyli bir unutilmas lahzalar, aynan o'z yaqinlaringni bugun baxtli onlariga sherik bo'lish bilan birga ularga bugun to'g'ridan to'g'ri yuraklar tubidagi tilaklarni ulashish. Aynan shu chiroyli onlar bugun nasib qilgan ekan. Demak, tilaklarni boshlashga keladigan bo'lsak, Durdonaxon singlimiz bugun to'yxonamizga xudo tarafdan, ya'ni mehmon sifatida tashrif buyurgan ushbu munosabat bilan shu sababli birinchilardan bo'lib kelinimizni dugonasi tilaklarga taklif etamiz. So'z singlimizga marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana shu bugun davrida yig'ilar ekanmiz. Dugonam Qorangizxon va pochchamiz Akmaljonlarning nikoh to'ylari munosabati bilan men ularni hayoti davomida hurmat va muhabbat hech qachon tark etmasliklarini va hayoti davomida baxtli hayot kechirishlarini tilab qolaman va shu munosabati bilan men ularni chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Rahmat deymiz singlimizga. Bir deganda hayajon bilan bo'lsa-da mana shunday yoqimli tilaklarni bugun to'yxona o'zida izhor qilib berdingiz. Sizga ham albatta biz minnatdorchilik bildirib qolamiz. Ushbu tilaklar butun hayot va umr davomida ilohim o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Barcha kuyovimizning do'stlari nomidan endi mana shu Jahongir ukamizni dildagi gaplariga quloq tutamiz. So'z kuyov joyiga, demak, marhamat, biz davom etamiz. Assalomu alaykum. Zolim bo'lib ba'zi sohalar yori bilan hamisha o'sha qari onasini xizmatiga nima niyatiga bo'lsa ko'ra hammasi yashil xohlasa kelin yildagi farzand to'ylaringga haqiqiy to'ylarga barcha do'stlarimiz bilan kelolmagan do'stlarimiz nomidan barini tabriklab o'tamiz. Do'stim baxtli bo'lgin, saodatli bo'lgin. Ota-onangni baxtiga, sog' salomatlik, ota-onangni umra safariga, haj safariga barcha do'stlarimiz tabrik etamiz.
Rahmat azizlar. Haqiqatan ham tan olib aytamiz. Butun to'yxona ahliga manzur bo'ladigan chiroyli tilaklarni tingladik. Ushbu tilaklardan so'ng esa aynan tilak bildirgan shu yoshlarimizni to'yxonamizda chiroyli raqslarga taklif etamiz. Albatta yana chiroyli qo'shiqlar guldasasiga berib qolamiz. Marhamat, sizlarga